Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Nogironlik pensiyasi avgust oyida oshgandan keyin aslida qancha pul qo'shildi? Kim qancha olishi mumkin? Hisob-kitob qanday qilinadi va qaysi holatlarda odamlar adashib qoladi? Bu ma'lumot faqat pensiya olayotganlarga emas, ularning farzandlari, turmush o'rtog'i, ota-onasi va qarindoshlariga ham tegishli. Chunki ko'p oilalarda bitta pensiya butun ro'zg'or xarajatiga ta'sir qiladi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men oddiy tilda raqamlar bilan misollar orqali tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bunday yangiliklarda eng katta xato shuki, odam faqat pensiya oshdi degan gapni eshitadi, lekin o'zining qo'liga qancha pul tushishini aniq hisoblamaydi. Avval qanday edi? Nogironlik pensiyasi miqdori har bir odamda bir xil bo'lmaydi. Kimdir mehnat staji, ish haqi, nogironlik guruhi va pensiya tayinlangan tartibiga qarab ko'proq oladi. Kimdir esa minimal miqdorga yaqin pensiya oladi. Shu sababli avgustda hammaning pensiyasiga bir xil pul qo'shildi deb o'ylash noto'g'ri. Odatda pensiya oshishi foiz asosida bo'ladi. Masalan, pensiya 10% ga oshirilsa, 800 ming so'm oladigan odamga 60 ming so'm qo'shiladi. 1 million 500 ming so'm oladigan odamga esa 1,2 ming so'm qo'shiladi. Ya'ni qo'shimcha pul avvalgi pensiya miqdoriga bog'liq bo'ladi. Shu joyda ko'pchilik qo'shnimga ko'proq qo'shilibdi, menga kamroq qo'shilibdi deb xavotirga tushadi. Aslida bu har doim ham xato degani emas. Chunki har bir pensiya ish staji guruh oldingi miqdor va ayrim ustama to'lovlarga qarab alohida hisoblanadi. Endi nima o'zgardi? Avgust oyidan pensiya miqdori qayta hisoblangan bo'lsa, bu odatda yangi oshirilgan bazaviy miqdorlar va amaldagi foizlar asosida amalga oshiriladi. Bu yerda eng muhim savol: sizning pensiyangizning asosiy qismi oshdimi? Ustama ham oshdimi? Yoki faqat umumiy to'lov miqdori ko'paydimi? Chunki ayrim qo'shimcha to'lovlar pensiya bilan birga avtomatik oshadi, ayrimlar esa alohida tartibda belgilanadi. Men buni oddiy qilib aytaman. Qo'lingizga tushadigan pulni tekshirayotganda faqat qancha oldim demang. Avval qancha olardim, endi qancha oldim, farq qancha, bu farq necha foizga teng deb hisoblang. Shunda sizga haqiqiy manzara ko'rinadi. Keling, eng sodda formuladan boshlaymiz. Agar sizning avvalgi nogironlik pensiyangiz 1 million so'm bo'lgan bo'lsa va oshirish 10% bo'lsa, hisob-kitob bunday bo'ladi. 1 million so'mning 10% 100 ming so'm. Demak, yangi pensiya 1 million 100 ming so'm bo'ladi. Agar avval 1 million 200 ming so'm olgan bo'lsangiz, 10% 1,20 ming so'm bo'ladi. Va yangi miqdor 1 million 320 ming so'mga chiqadi. Endi real hayotga yaqin misollarni ko'rib chiqamiz. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro avval 1 million 600 ming so'm pensiya olayotgan edi. Agar oshirish 10% bo'lsa, unga 1,6 ming so'm qo'shiladi. Natijada yangi miqdor 1 million 760 ming so'm bo'ladi. Bu yerda odam nega menga atigi 1,6 ming qo'shildi deb o'ylashi mumkin. Lekin hisob to'g'ri. 1 million 600 mingning 10% aynan 1,6 ming. Ikkinchi misol. Ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqaro avval tog'ida 1,5 ming so'm olayotgan bo'lsa, 10% oshib 95 ming so'm degani. Yangi to'lov 1 million 25 ming so'm bo'ladi. Agar bank kartaga 1 million 25 ming so'm emas. Masalan, 1 million 20 ming so'm tushsa, bu yerda savol tug'iladi. Sababi ayrim ushlab qolishlar, qarzdorlik, aliment, kredit bilan bog'liq avtomatik yechimlar yoki oldingi oy bilan bog'liq qayta hisob bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat SMSga qarab xulosa qilmang. Pensiya bo'limidan hisob varaqasini tekshirtiring. Uchinchi misol. Uchinchi guruh nogironligi bo'lgan odam avval 7 ming so'm olgan bo'lsa, 10% oshishda 7 ming so'm qo'shiladi va yangi to'lov 77 ming so'm bo'ladi. Ko'pchilik aynan shu yerda norozi bo'ladi. Chunki 7 ming so'm ro'zg'orda katta muammoni hal qilmaydi. Lekin hisob-kitob nuqtai nazaridan qaraganda, foiz asosidagi oshirishda kam pensiya oladigan odamga pul miqdorida kamroq qo'shiladi. Shuning uchun minimal pensiya va eng kam to'lovlar bo'yicha alohida qarorlar bo'lsa, ular alohida ahamiyatga ega. Endi kimlar albatta e'tibor berish kerak? Birinchi navbatda nogironlik guruhi yaqinda o'zgargan fuqarolar. Masalan, ilgari ikkinchi guruh bo'lgan, keyin uchinchi guruh o'tkazilgan yoki aksincha birinchi guruhga o'tkazilgan bo'lsa, pensiya miqdori faqat avgustdagi oshish bo'yicha emas, guruh o'zgarishi bo'yicha ham qayta hisoblanishi mumkin. Bunday holatda odam menga kam qo'shildi deb o'ylaydi. Lekin aslida uning pensiya tarkibida boshqa o'zgarish ham bo'lgan bo'lishi mumkin.
Ikkinchi navbatda ish staji bo'yicha hujjatlari to'liq bo'lmagan odamlar e'tibor berish kerak. Ba'zan fuqaro uzoq yillar ishlagan bo'ladi. Lekin arxiv hujjati topilmagan, ish haqi ma'lumotnomasi topshirilmagan yoki mehnat daftarchasidagi yozuvlar to'liq tasdiqlanmagan bo'ladi. Natijada pensiya pastroq hisoblangan bo'lishi mumkin. Pensiya oshsa ham u past bazadan oshadi. Masalan, aslida 1 million 300 ming so'm olishi kerak bo'lgan odam hujjat yetishmagani uchun 900 ming so'm olayotgan bo'lsa, 10% oshish ham 900 mingdan hisoblanadi. Bu holda asosiy muammo avgustdagi oshish emas, avvalgi pensiya hisobida bo'lishi mumkin. Uchinchi navbatda boquvchisi bor, lekin nogironligi sababli alohida to'lov olayotgan oilalar ehtiyot bo'lishi kerak. Oilada bir nechta nafaqa yoki pensiya bo'lsa, odamlar ko'pincha ularni aralashtirib yuboradi. Nogironlik pensiyasi boshqa, ijtimoiy nafaqa boshqa, parvarish puli boshqa, kompensatsiya boshqa. Har birining hisoblash tartibi alohida bo'lishi mumkin. Shuning uchun hammasi oshdi yoki hech biri oshmadi deb umumiy gapirish noto'g'ri. 4-navbatda bank kartasiga pul oladiganlar va naqd oladiganlar farqini tekshirish kerak. Bank kartasiga tushgan summa aniq ko'rinadi. Lekin ba'zan karta bilan bog'liq xizmat haqi, qarzdorlik yoki avtomatik yechimlar odamni chalg'itadi. Naqd oladiganlarda esa tarqatish sanasi oy boshidagi yoki oy oxiridagi qayta hisoblar farq qilishi mumkin. Agar avgust oyida sizga eski miqdor tushgan bo'lsa, darhol vahimaga tushmang. Ba'zan qayta hisob keyingi to'lovda qo'shib berilishi mumkin. Lekin buni og'zaki taxmin bilan emas, mas'ul idoradan aniq javob bilan tekshirish kerak. Eng birinchi nozik jihat: pensiya oshishi har doim ham qo'lingizga aynan o'sha oyda to'liq ko'rinmasligi mumkin. Masalan, qaror avgustdan kuchga kirgan bo'lsa, lekin texnik qayta hisoblash kechiksa, ayrim fuqarolarga farq keyingi oyda qo'shib berilishi ehtimoli bo'ladi. Bu pul yo'qoldi degani emas. Lekin bu holatda siz jim turmasligingiz kerak. Chunki amalda hisobda xato bo'lsa, uni o'z vaqtida aniqlash muhim. Ikkinchi nozik jihat: nogironlik muddati. Ayrim fuqarolarga nogironlik muddati berilgan bo'ladi. Ayrimlarga esa ma'lum muddatga beriladi. Agar sizning tibbiy mehnat ekspertiza hujjatingiz muddati tugagan bo'lsa yoki qayta ko'rikdan o'tish kechiksa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki qayta rasmiylashtirish talab qilinishi mumkin. Bunday holatda avgustdagi oshishdan ko'ra hujjatning amal qilish muddati muhimroq bo'lib qoladi. Uchinchi nozik jihat: pensiya bilan nafaqa farqi. Men ko'p uchratadigan holat shuki, odam nogironlik pensiyam oshmadi deydi. Lekin hujjatni ko'rsak, u pensiya emas, ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'ladi. Pensiya odatda mehnat staji va sug'urta badallari bilan bog'liq bo'ladi. Ijtimoiy nafaqa esa staj yetarli bo'lmagan yoki boshqa tartibdagi fuqarolarga berilishi mumkin. Shu sababli oshirish foizi, minimal miqdor va qo'shimcha to'lovlar har xil bo'lishi mumkin. 4-nozik jihat: parvarish puli. Birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxsga qarovchi odam bor bo'lsa, ayrim holatlarda parvarish bilan bog'liq to'lovlar yoki imtiyozlar qo'llanilishi mumkin. Lekin bu hamma holatda avtomatik pensiyaga qo'shilib ketadi degani emas. Parvarish qilayotgan shaxsning maqomi, hujjatlari, arizasi va amaldagi tartib muhim. Agar oilada og'ir nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, men faqat pensiya miqdorini emas, parvarish bo'yicha mavjud huquqlarni ham tekshirishni tavsiya qilaman. 5-nozik jihat: ish davom ettirayotgan nogironligi bor fuqarolar. Ba'zi odamlar nogironlik pensiyasini oladi va bir vaqtning o'zida ishlaydi. Bu holatda pensiya to'lovining ayrim qismlari qayta hisoblash, ish staji qo'shilishi yoki keyingi qayta hisob tartibi alohida ko'rib chiqilishi mumkin. Men ishlayapman, demak pensiyam oshmaydi degan gap har doim ham to'g'ri emas. Men ishlayapman, demak hamma narsa avtomatik ko'payadi degan gap ham to'g'ri emas. Hujjat va hisob asosida tekshirish kerak. 6-nozik jihat: qarzdorlik va ushlab qolishlar. Agar fuqaroning aliment qarzi, sud ijro hujjati, kredit bo'yicha majburiy undirish yoki boshqa rasmiy ushlab qolishlari bo'lsa, pensiya oshgan bo'lsa ham qo'lga tushgan pul kutilgani kam bo'lishi mumkin. Masalan, pensiyaga 1,20 ming so'm qo'shilgan. Lekin qarzdorlik uchun 80 ming so'm ushlab qo'lingan bo'lsa, odam faqat 60 ming so'm farqini ko'radi. Shuning uchun menga kam qo'shildi deyishdan oldin ushlab qolishlar bor yo'qligini tekshirish zarur. 7-nozik jihat: oldingi oylar bo'yicha qayta hisob. Ba'zan pensiya bo'limi avval ortiqcha to'langan yoki kam to'langan summani keyingi oyda hisobga oladi. Masalan, iyul oyida biror hujjat kech topshirilgan, avgustda esa qayta hisob qilingan bo'lishi mumkin.
Natijada avgust to'lovi oddiy foiz o'sishiga mos kelmaydi. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l pensiya bo'limidan oyma-oy hisob-kitobni so'rash. Endi yana bir muhim masalani aytaman. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma nogironlik pensiyasiga falon so'mdan qo'shildi degan xabarlar tarqaladi. Men bunday gaplarga ehtiyotkorlik bilan qarashni maslahat beraman. Chunki pensiyada umumiy foiz bo'lishi mumkin, minimal miqdor bo'lishi mumkin. Ayrim toifalar uchun alohida ustama bo'lishi mumkin. Bularning hammasi bir xil narsa emas. Sizning holatingizni aniqlash uchun faqat bitta savol yetarli emas. Kamida 3 ta ma'lumot kerak. Avval qancha olgansiz? Qaysi turdagi to'lov olasiz? Avgustda kartaga yoki naqd qancha tushdi? Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, iyul oyida qancha pensiya olganingizni yozib oling. SMS bo'lsa, bank ilovasidan ko'ring. Naqd olgan bo'lsangiz, kvitansiya yoki tarqatish ro'yxatidagi summani eslang. Ikkinchi qadam, avgust oyida qancha olganingizni yozing. Uchinchi qadam, avgust summasidan iyul summasini ayring. Chiqqan farq sizga qancha qo'shilganini ko'rsatadi. Masalan, iyulda 20 million 1 ming so'm olgansiz, avgustda 20 million 2 ming so'm tushdi. Farq 1 ming so'm. Bu taxminan infoiz o'sish degani. Yana bir misol. Iyulda 9 ming so'm, avgustda 9 ming so'm, farq 9 ming so'm. Bu ham infoiz. Agar iyulda 20 million 1 ming so'm, avgustda 20 million 1 ming so'm bo'lsa, farq 7 ming so'm. Bu 5% ga yaqin. Demak, bu yerda qo'shimcha tekshirish kerak bo'lishi mumkin. Chunki kutilgan oshish boshqacha bo'lgan bo'lishi ehtimoli bor. Agar siz hisobdan shubhalansangiz, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy mehnat ekspertiza hujjati, bank kartasi rekvizitlari va avvalgi to'lovlar bo'yicha ma'lumotlarni olib boring. Agar sizning nomingizdan farzandingiz yoki qarindoshingiz boradigan bo'lsa, vakolat masalasi ham talab qilinishi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin telefon orqali qaysi hujjatlar kerakligini aniqlab oling. Murojaat qilganda og'zaki menga kam tushdi deb aytish bilan cheklanib qolmang. Arizada aniq yozing. Menga tayinlangan nogironlik pensiyasi avgust oyidan oshirilgandan keyin qayta hisob kitobini tushuntirib berishingizni, iyul va avgust oylari bo'yicha pensiya miqdori qo'shimcha summa, ushlab qolishlar va qayta hisob asoslarini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Shunda siz umumiy javob emas, aniq hisob kitob talab qilgan bo'lasiz. Agar ish staji bo'yicha shubha bo'lsa, arxiv hujjatlarini tekshiring. Eski ish joyingiz yopilib ketgan bo'lsa ham, ma'lumotlar davlat arxivida bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasi buyruq nusxalari, ish haqi ma'lumotnomalari, harbiy xizmat yoki boshqa stajga kiradigan davrlar bo'yicha hujjatlar pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ko'p odamlar mening pensiyam shunaqa bo'lsa kerak deb yillar davomida kam pul olib yuradi. Keyin hujjat topilgach, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar nogironlik guruhi bo'yicha savol bo'lsa, tibbiy hujjatlarni tartibga keltiring. Kasallik tarixi, shifokor xulosalari, davolanish varaqalari, reabilitatsiya tavsiyalari va komissiya qarorlari muhim. Pensiya miqdori faqat pul masalasi emas, tibbiy maqom bilan ham bog'liq. Guruh noto'g'ri belgilangan yoki vaqtida qayta ko'rikdan o'tilmagan bo'lsa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Agar kartaga tushgan pul kam bo'lsa, bankdan ham tekshiring. Ba'zan pensiya to'g'ri hisoblangan bo'ladi, lekin kartada qarzdorlik yechimi, blokirovka, xizmat haqi yoki boshqa amaliyotlar bo'ladi. Bankdan hisob varaq ko'chirmasini oling. Unda pensiya qachon tushgani, qancha tushgani va keyin qayerga yechilgani ko'rinadi. Bu hujjat bilan pensiya bo'limiga borsangiz, masalani tezroq aniqlash mumkin. Yana bir maslahat. Har oy pensiya tushgan sanani va miqdorini alohida daftarga yozib boring. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin nizoli holatda katta yordam beradi. Masalan, yanvarda qancha oldingiz, fevralda qancha oldingiz, avgustda qancha qo'shildi, sentyabrda farq berildimi yoki yo'qmi? Bularning hammasi yozilgan bo'lsa, siz aniq gapirasiz. Aniq gap esa mas'ul idorada ham jiddiy qabul qilinadi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin agar siz iyul va avgust summasini solishtirdingiz. Farq e'lon qilingan o'sish mantiqiga mos kelyapti. Ushlab qolishlar yo'q. Nogironlik hujjatingiz muddati amalda, bank kartada muammo yo'q bo'lsa, katta ehtimol bilan hisob to'g'ri. Lekin baribir hujjatlaringizni tartibda saqlang. Pensiya masalasida bugun hammasi yaxshi bo'lsa ham, erta qayta hisob, guruh o'zgarishi yoki arxiv hujjati kerak bo'lib qolishi mumkin. Kimlar albatta harakat qilishi kerak.
avvalgi oyga nisbatan umuman farq ko'rmaganlar. Kutilgandan ancha kam farq olganlar. Nogironlik muddati tugash arafasida bo'lganlar. Yaqinda guruh o'zgarganlar, ish staji hujjatlari yetishmayotganlar, pensiyadan ushlab qolish borligini bilmayotganlar. Shuningdek, kimningdir nomidan pensiya olayotgan qarindoshlar ham hisobni tekshirish kerak. Chunki nogironligi bor odamning o'zi idoraga borishga qiynalishi mumkin. Xulosa qilib aytsam, avgust oyida nogironlik pensiyasi oshgan bo'lsa, eng muhim narsa shunchaki oshdi degan gap emas, sizning shaxsiy hisobingizda qancha qo'shilganini aniq bilishdir. Buning uchun iyuldagi va avgustdagi summani solishtiring. Farqni hisoblang. Pensiya turi va nogironlik guruhini tekshiring. Ushlab qolishlar bor yo'qligini aniqlang. Agar raqamlar mos kelmasa, pensiya bo'limidan yozma hisob-kitob so'rang. Men sizlarga maslahatimni aniq aytaman. Bu masalada uyalmang. Kutib o'tirmang, o'zi to'g'rilanib qolar deb jim turmang. Pensiya sizning qonuniy haqingiz. Har bir ming so'm ro'zg'or uchun muhim. Ayniqsa dori-darmon, davolanish, yo'l xarajati va kundalik ehtiyojlar bor oilalarda. Sizda avgust oyida qancha qo'shildi? Iyulda qancha olgandingiz? Avgustda qancha tushdi? Izohlarda yozib qoldiring. Men ko'pchilik holatlarni tahlil qilib, keyingi videolarda yana tushuntirib beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot nogironlik pensiyasi olayotgan har bir inson va uning oilasi uchun juda muhim.